Men 1949-yil 1-yanvarda Samarqand viloyatini Ishtixon tumani Shayxlar qishlog'ida tug'ilganman. Alisher Navoiy nomidagi 4-son maktabda o'qiganman. 10-sinfni bitirgandan keyin Toshkent davlat universitetini jurnalistika fakultetiga o'qishga kirdim va 71-yilda tugatdim. Tugatib O'zbekiston televideniyasini adabiy dramatik ko'rsatuvlar redaksiyasida muharrir bo'lib ishladim. Shu jarayonda demak 79-yilda rahmatli Zulfiya opa meni ijodimni yaxshi ko'rib, nima qilib, demak yo'llanma orqali o'zlariga chaqirib oldilar. 1979-yil. Shundan 1983-yilgacha Saodat jurnalida ishladim. Keyin Yosh gvardiya nashriyotini yoshlar bilan ishlash bo'limiga bo'lim boshlig'i bo'lib ishga o'tdim va nashriyotda demak bosh redaktor, direktor o'rinbosari va direktor lavozimlarida ishladim. Undan keyin demak 1994-yildan beri ijodiy ish bilan shug'ullanyapman. Kitoblarim demak studentlik yillarimda asosan chiqa boshladi, lekin ilk she'rlarim, hikoyalarim 9-10-sinfdagi vaqtimdayoq viloyat, unda oblast deyilardi, oblast matbuotlarida, gazetalarida, Lenin yo'lida va respublika matbuotida Yosh Leninchi, Gulxan, G'uncha, hammamizni qadrdon gazetalarimiz, jurnallarimiz, Sharq yulduzi, Saodatlarda chiqa boshlagan. Ilk kitobim 1976-yilda chiqqan, Kechikkan baxt degan kitobim. Undan keyin qator hikoyalar to'plamlarim chiqdi. Undan keyin ko'proq tarixga qiziqdim va tarixiy romanlarim, birinchi romanim Sulton Jaloliddin yoxud Chingizxon tuzog'iga tushgan malika, Turon malikalari haqidagi o'sha ilk romanim hisoblanadi. Turkan xotun haqidagi, Jaloliddin haqidagi, Xorazmshohlar tarixi haqidagi romanim chiqdi. Undan keyin Bibi xonim haqidagi bizni sohib Qur'onimiz, Buyuk Amir Temurning zavjai muhtaramalari, ya'ni bosh xonimlari, Bibi xonim haqidagi romanim chiqdi undan keyin. Va undan keyin yana Gavharshod begim haqidagi romanim nashr etildi. Gavharshod begim romanim o'sha Turon malikalarini davomi hisoblanadi va Bibi xonimni ham davomi hisoblanadi. Chunki unda Bibi xonim o'sha haqidagi romanimda Ulug'bek Mirzoni yoshlik vaqti berilgan, bolalik vaqti berilgan va Gavharshod begim haqidagi romanimda o'sha 40 yil Xuroson davlatini jilovini qo'lda tutgan, saltanatini demak juda mashhur qilgan Shohrux Mirzo, ya'ni Amir Temur hazratlarini kenja o'g'illari Shohrux Mirzoni bosh malikalari Gavharshod begim haqidagi romanim. Shu uchun ham ularni haligi davomi hisoblanadi. Sababi Ulug'bek Mirzoni o'sha yoshi katta davridagi, ulg'aygan davridagi, uylangan va farzand ko'rgan davridagi hayoti o'sha Gavharshod begim va Shohrux Mirzolar bilan, boshqa bolalar bilan omiqta shaklda berilgan. Undan keyin Nodira Davron romanim chiqdi. Nodira Davron bilasizlar, mumtoz adabiyotimizni o'sha eng duri hisoblangan Nodira begimni haqidagi roman. Nodira begimni hayoti, turmush tarzi va ijodi haqidagi roman. Unda Uvaysiy momomizni ham taqdirlari bor, hayotlari bor va u yerda juda ko'plab shoiralarni hayoti haqida batafsil ma'lumot berilgan. Chunki bilasizlar, Qo'qonda haqiqiy ma'noda adabiy muhit shakllangan va shoirlar uyi tashkil qilingan Umarxon tomonidan. O'sha demak hayot batafsil berilgan. 5-romanim bu
Turon malikalari haqidagi romanlarimni davomi Zebiniso begim haqidagi romanim hisoblanadi. Zebiniso begim romanim o'sha mumtoz adabiyotimizda u ham shoira sifatida durdona bir haligi dunyo she'riyatiga o'zini juda katta hissasini qo'shgan bir shoira sifatida qo'shilgan. Chunki Zebiniso begimday risolalar, har xil risolalar yozmagan. Masalan, boshqa shoiralarda va eng qizig'i Zebiniso begim Qur'oni Karimni tafsirini yozgan. Masalan, dunyoda hech bir ayol Qur'onni tafsirini yozmagan. Zebiniso begimgacha ham, Zebiniso begimdan keyin ham hech kim yozmagan. Va ana shu an'ana davom etilmagan bo'lsa-da, lekin adabiyotda va ilmda Zebiniso begimning o'sha tafsiri adabiyotga qo'shilgan ulush sifatida qadrlanadi. Ko'pgina asarlarim, ya'ni Sulton Jaloliddin haqidagi, Ibzixonim haqidagi, yana bir 4-5 ta alohida o'lan, masalan, o'lan ham juda mashhur bo'lib ketdi. 40 kokilli kelinchak va boshqa asarlarimda Sayfiddin Meliyev degan yurtimizni juda iste'dodli rejissyori Sayfiddin Meliyev anchagina asarlarimni sahnalashtirgan. 2022-yilda Samarqand davlat drama teatrida Ibixonim asarim sahnalashtirildi. 2023-yilda Chimkentdagi drama teatrida Tanovvar asarim sahnalashtirildi va bugungi kungacha juda yaxshi qabul qilinyapti. Tomoshabinlar ko'p va mana bu yil Xudo xolasa Qirg'izistonni O'sh shahridagi Bobur nomidagi dramatik musiqali dramatik teatrida Nodira Davron dramam sahnalashtirildi. Bu yil demak xalqaro Turksoy tashkiloti tomonidan Andijonda Nodira Davron dramam qo'yilishi mo'ljallangan, rejalashtirilgan va Qo'qonda Qo'qon drama teatrida Nodira Davron spektaklim qo'yilishi bu ham rejaga kiritilgan. Asarlarim dunyoning juda ko'p tillarida tarjima qilingan. Masalan, o'zimizda qozoq, qirg'iz, tojik tillarida, yana turkman tilida, undan tashqari Yevropa tillarida, masalan, ingliz tillarida, nemis tillarida, Eronda masalan Gohar begim tarjima qilinyapti hozir. Hindistonda hind tiliga tarjima qilinyapti. Qirg'iz tilida tarjima qilinyapti Nodira Davron va Gohar begim. Turkiyada 3 ta romanim birdan tarjima qilindi. Mana yaqinda chiqadi. Demak, Ibixonim, Gohar begim va Nodira Davron asarlarim tarjima qilindi. Indoneziyada tarjima qilindi, Hindistonda. Eng quvonchlisi Angliyada demak Pegas nashriyotida Ibixonim tarjima qilinib nashrdan chiqdi. E'lonlari ham berildi va sotilmoqda. Bu men uchun juda quvonarli hol. Undan tashqari Amazonda 7 ta asarim, yana 4 ta romanim va 3 ta, 2 ta hikoyalar to'plami va bitta qissalar to'plami asarlarim tarjima qilindi. Oilamiz, Xudoga shukr, kattagina 2 qizim, 2 o'g'lim bor. Hammalari oliy o'quv yurtlarini bitirishgan. Hammalari jamiyatdan o'z o'rinlarini topishgan. Nevaralarim ham demak oliy o'quv yurtlarini bitirishyapti. 10 ta nevaram bor va 6 ta chevaram bor. 3 qizdan iborat egizaklarim bor. Oilamizni boshi Nurali Qobil o'zbek adabiyotini yirik nosirlaridan hisoblanadi. Turmush o'rtoq sifatida ham yaxshi, juda bir-birimizni tushunamiz, bir-birimizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz bir-birimizni. Men o'zi dastlab adabiyotga she'r bilan kirib kelganman. Keyin prozaga o'tganimdan keyin ko'p she'rga e'tibor bermadim. Endi lekin baribir she'r bilasizlar,
ko'ngil ishi, uni yozib turdim, e'lon qilganim yo'q, lekin mana 2025-yilda Chechaklar fori degan to'plamimni taqdimotini ham qildik. Umuman o'quvchilar yomon kutib olishmadi. O'sha to'plamdan she'r o'qib berishim mumkin. Bu she'r romanimda va dramamda keltirilgan, o'sha Zebiniso begimni otasiga maktubi. Ota, bugun tush ko'rdim. Tushimda bir qush ko'rdim. Qanotlarida onam, ikkingizni qo'sh ko'rdim. Onam menga boqardi, ko'zidan yosh oqardi. Sen silarding sochimni, onam gullar taqardi. Zil edi onam dardi, sog'inch bag'rin yoqardi. Sen gul taqqan sochlarim, ota, bugun oqardi. Oq sochlarim, oq tolim, tarashga yo'qdir holim. Zindoningda qaradim, bunchalar bo'lding zolim. Yetmasmidi kuyganim, dunyolardan to'yganim, bir so'z demay o'tingda yondi jondan suyganim. Ulyorsiz qoldi dunyo, gulyorsiz qoldi dunyo. Ruhim yondi yor bilan, alyorsiz qoldi dunyo. Kezdim dunyo bozorin, chekib bor g'am azorin. Lek topmadim ulyordek ko'nglimning xaridorin. Sen yo toli ters boqdi, mahbus zinnorin taqdi. Beshigimda tilagan baxtlaring suvga oqdi. Davroningga hayf bo'ldim, qismatimga shay bo'ldim. Quduq bildiz shoxingni, men qamishday nay bo'ldim. Cho'chgan ko'ngling to'ldimi, kechgan ko'ngling to'ldimi? Oy qizingga oq kafan bichgan ko'ngling to'ldimi? Ota, qahring toshmidi, mehring ko'zda yoshmidi? Malikam deb suyganing zulmingga bardoshmidi? Umr asli necha yil, men uchun bir kecha yil. Og'ingni ber, shahodat sharobing deb ichayin. Ota, bag'ring toshmadi, bo'yimga teng bo'y topdim, ko'nglimga teng yor qani. She'rimga mos kuy topdim, kuyga mos alyor qani. Qayda qoldi alpomish, qayda go'ro'g'li sulton? Tuyog'i o't, nur yolli, duldul boychibor qani. Samolarga urib tush, chappar urgan humo qush. Qanotingga yozilgan ishq otli zunnor qani. Oshiqlar ichra a'lo, manzili dasht Karbalo. Jonimga jonu balo, o'shal Majnun yor qani. Dunyo o'zi cho'ng bozor, shohu gado teng bozor. Muhabbatim guliga asl xaridor qani.